Assalomu alaykum qadrli muxlislar. Sizlar bilan birgalikda Pseudo Expert Food kanali. Xabaringiz bor, Angliya Premyer Ligasining 30-tur o'yinlari start olgan va bir qator uchrashuvlar o'z yakuniga yetdi. Va bugungi ko'rsatuvimizning asosiy uchrashuvi bu Manchester United hamda Aston Villa uchrashuvi. Umumiy 30-turga to'xtaladigan bo'lsak, 30-turda esda qolarli uchrashuvlardan biri bu aynan Arsenal Everton uchrashuvi bo'ldi. Arsenal o'z maydonida Evertonni irodali so'nggi daqiqalardagi gollar evaziga g'alabaga erishib, chempionlik poygasida ko'p narsalarga, ko'p savollarga javob bergandek ko'rinadi. Yana bir qiziq uchrashuv bu aynan Manchester City Arsenalning raqibi, eng yaqin ta'qibchisi Manchester City o'rtasidagi uchrashuv edi. Manchester City West Ham bilan durang qayd etdi va bu turning yana bir qiziq uchrashuvi aynan Chelsea hamda Newcastle o'rtasida bo'lib o'tdi. Chelsea mag'lubiyatga uchradi. Va hozirda ushbu videoni yozayotgan vaqtimizda yana bir qiziqarli uchrashuv bo'lib o'tmoqda. U yerda Tudorning masalasi hal bo'lsa kerak, katta ehtimol. Liverpool hamda Tottenham uchrashuvi. Endi umumiy bunga asosiy uchrashuv gaplashmoqchi bo'lgan uchrashuvimiz haqida gaplashsak. Manchester United hamda Aston Villa Old Traffordda o'yin bo'lib o'tdi. Keling, Manchester Unitedning tarkibiga birinchi bo'lib nazar tashlaymiz. Manchester United tarkibida o'zgarishlar katta emas edi. Lisandro Martinez hali ham qaytgani yo'q va shuning uchun maydonda biz Yoro hamda Maguire juftligini ko'rdik. Hujumda esa odatdagidek desak ham bo'ladi menimcha o'zi. Bemo, Kunya, Amat uchligini ko'rdik. Va Sheshkoning tushishini ko'pchilik kutgan bo'lsa agar, menimcha Carrick Sheshkoni aynan Manchester United ilgari o'ynagan Chicharito bo'lardi. Eslasangiz agar, Sir Alex Ferguson davridan maydonga tushardi, zaxiradan maydonga tushardi, har doim gol urardi va jamoani qutqarib ketar edi. Carrick balkim Sheshkoni o'sha Hernandesga o'xshatishga harakat qilmoqdadir. Ammo Sheshko asosiy tarkibga loyiq o'yin ko'rsatmoqda desak adashmaymiz. Keyingi masala Manchester Unitedning o'yini va Aston Villaning o'yini haqida. Birinchi bo'limdagi Manchester United nisbatan Aston Villaga nisbatan hujumkor o'yin ko'rsatdi va buni biz statistikada ham ko'rsak bo'ladi. Uchrashuvda 6 ta zarba va bitta aniq zarba yo'llagan birinchi bo'limda Manchester United. Aston Villada esa atiga 2 tagina zarba va birortasi aniq bormagan. Unai Emery Old Traffordda menimcha birinchi davrada bo'lib o'tgan uchrashuvdagi kabi o'z vaziyatlarini, o'z gollarini qarshi hujumlarda, ya'ni topishga harakat qildi, katta ehtimol. Sezilib turdi, asosiy tayanadigan o'yinchisi bu Rodgers juda yaxshi o'ynadi albatta. Ammo birinchi bo'limda Manchester United katta xatolarga yo'l qo'ymadi, qo'pol xatolarga yo'l qo'ymadi va Aston Villada shuning hisobiga biror qandaydir bir vaziyatlar bo'lgani yo'q. Manchester United esa bitta esda qolarli vaziyat bo'ldi. Aynan Bruno Fernandesning uzatmasidan so'ng Dalot osmonlarga to'pni tepib yubordi. Umumiy aytadigan bo'lsak, Manchester Unitedning o'ng qanoti birinchi bo'limda ancha kuchliroq va ancha tezkorroq, ancha hujumkorroq ko'rindi va bunda asosiy katta hissalardan biri bu Amad Diallo gol urish yoki pas assist amalga oshirmayotgan bo'lsa-da, uning o'yinga bo'lgan ta'siri katta. Dribling, to'pga egalik qilish, pressingda o'ynash unda ancha rivojlangan va juda iqtidorli o'yinchi kelajakda. Bemoga to'xtaladigan bo'lsak, markazda menimcha Bemo baribir o'zini o'ng qanotdagidek his qilayotgani yo'q va shuning hisobiga uning unumdorligi ozgina pasaygan. O'yindagi unumdorligi ozgina pasaygan, ammo umumiy kartinada Bemo o'yinni buzayotgani yo'q, harakat qilmoqda, yugurmoqda, chopmoqda. Birinchi bo'lim shu tarzda yakunlandi. Ikkinchi bo'lim haqida gaplashadigan bo'lsak, ikkinchi bo'lim Manchester Unitedning ustunligi ostida boshlandi.
va birinchi xavfli hujumni ham Manchester United yaratdi. Amad zarba berdi. Zarba uncha o'xshagani yo'q va undan keyin ham Manchester United to'xtab qolgani yo'q. Burchak zarbasi ishlab olindi. Burchak zarbasidan so'ng Bruno Fernandes jamoaning miyasi, jamoaning dirijori Kazemiroga uzatmani oshirib berdi va Kazemiro boshi bilan juda chiroyli gol urdi. Bu golni qandaydir bir ideal yoki boshqa narsa deb bo'lmaydi. Bu albatta o'yinning situatsiyadan foydalangan, standart vaziyatlardan yaxshi foydalana olgani uchun Manchester United gol urdi. Endi birinchi goldan keyin Manchester Unitedning reaksiyasi meni ancha hayron qoldirdi, to'g'risini aytsak. Bizni ancha hayron qoldirdi. Manchester United negadir to'pni Aston Villaga berib qo'ydi. Yoki Unai Emery'ning o'zgartirishlari bunga sabab bo'ldi. Yoki Manchester United atayin Aston Villaga to'pni berib qo'ydi, qarshi hujumlarda ushlaymiz deb. Ammo mana shu vaziyatda Kerrikning jamoasi 15-10 daqiqalarga taxminan o'yin tizginini qo'ldan chiqarib yubordi. Va xohlaysizmi, xohlamaysizmi, hujumlar Manchester United darvozasi atrofida ko'payadi. Va Aston Villa gol kiritdi. Barkleyning albatta gol masalasi bo'yicha oldinroq bir 5-6 pas oldinroq Minsning qo'liga tekkan bo'lishi mumkin edi to'p va hatto Abrahamga ham tegib gol kirib ketgan bo'lishi mumkin edi, ammo VAR ko'rib chiqdi va gol hisobga olindi. Aslini olganda Aston Villa bu golga loyiq edi, aynan o'sha 10 daqiqalik o'yin uchun ham. Lekin keyin nima bo'lgani undan-da qiziqroq va mana shu yerda Kerrik va Amarim o'rtasidagi farq yaqqol ko'rindi nazarimizda. Kerrik o'yinni o'zgartira oldi, ya'ni jamoa taslim bo'lgani yo'q. Amarim davrida jamoa yo durang, mana shunday holatda yo durang o'ynar edi yoki mag'lub bo'lar edi. Ammo Kerrikning jamoasi yana uyg'ondi va yana o'sha Bruno Fernandes juda chiroyli assistni amalga oshirib, Kunyani birga bir vaziyatga olib chiqdi. Deyarli birga bir vaziyatga olib chiqdi va Kunya birinchi davradagi kabi Aston Villa darvozasini yana ishg'ol qildi. O'sha vaqtda Kunyaga balkim ikkinchi golni urishi uchun o'sha o'yinda Bruno Fernandes yetishmagan bo'lishi ham mumkin. U o'tgan o'yin, endi bu o'yin haqida. Kunya juda chiroyli gol urdi va mana shu vaziyatda Manchester United o'yin tizginini yana o'z qo'liga oldi. Va bu safar 15-20 daqiqa oldin qilgan xatosiga yo'l qo'ymadi va hujumlarni oshiraverdi va Sheshko maydonga tushdi, Mbemo o'rniga va Sheshko juda sovuqqonlik bilan oxirigacha o'ynaganning hisobiga gol kirita oldi. Va hisob 3-1 ko'rinishiga keldi. Endi umumiy Aston Villaning o'yiniga to'xtaladigan bo'lsak, Aston Villa birinchi golga juda yaxshi reaksiya ko'rsatdi. Tan olish kerak, bu yerda faqat Manchester Unitedda ayb emas edi, aynan Aston Villaning o'yin ochilib ketdi o'sha daqiqalarda. Nima uchun Aston Villa qolgan daqiqalar davomida ham o'yinning qolgan vaqtida ham bunday o'yna olmadi desak, menimcha katta sabablardan ko'ra asosiy sabablar bu taqvim, jamoaning hattoki mental tayyorgarlik tomonidan ham jamoa tayyor emas. Jamoa to'rtlik uchun kurashishga kuchi yetmay qoladigan ko'rinadi. Katta ehtimol. Chunki jamoada bir-biriga bo'lgan ishonch ko'rinmayapti. Oldingi bir yanvar oylaridagi yoki dekabr oyidagi Aston Villani maydonda ko'rayotganimiz yo'q. Omadli seriyalar o'z yakuniga yetdi, katta ehtimol. 0-1 xG'lik holatlardan gol urishlar kamayib bormoqda tobora. Rodjersning zarbalari ham to'g'ri darvozaga bormasdan turib xato ham ketishni boshlagan. Albatta bu aniq, qachondir bo'lishi aniq edi. Lekin asosiy muammo menimcha tarkib borasida Aston Villa ustun emas qolgan jamoalarga nisbatan va shu sabab ham jamoa qiyinchiliklarga uchramoqda va jamoa charchagan ham ko'rinadi. Taqvim juda qiyin, o'yinlar juda ko'p. Yevropa Ligasida ishtirok etayotganini ham hisobga olsak, u yerda ham jamoa kurash olib bormoqda
Va shu bilan o'yinning so'ngida Manchester United to'pni yoqdan bu yoqqa olib o'tibgina vaqtni cho'zdi deb bo'lmaydi-yu, ammo tiki-takalar amalga oshirdi, joyi kelsa o'yinni cho'zdi va Aston Villaga so'nggi daqiqalarda bittagina vaziyati bo'ldi, uni ham golga aylantirisha olmadi. Bir-biri bilan to'pga talashib qolishdi Aston Villa o'yinchilari. Shu bilan o'yin yakunlandi. Endi umumiy o'yin haqida nima desak bo'ladi? Kerrik nimalarni o'zgartirmoqda va Kerrik qolishi kerakmi yoki yo'q degan savollarga javob bersak, Kerrik jamoani ruhiyatini o'zgartirdi albatta. Jamoaga kelib asosiy qilgan ishi bu o'yinchilarga erkinlik berdi. O'yinchilar erkin o'ynamoqda va o'yinchilar o'z pozitsiyalarida o'ynamoqda va o'zlari qila oladigan eng yaxshi variantda o'ynashmoqda. Ya'ni bu bilan nima demoqchiman? Masalan, Amad himoyada foydasi kamroq bo'lsa-da, Amarim davrida himoyada o'ynar edi, ammo hozirgi kunda Amad himoyada nisbatan kamroq o'ynamoqda va hujumda uning foydasi ko'proq. Shuning uchun Kerrik uni himoyaga qaytarishdan ko'ra hujumda o'ynatyapti. Bittagina Mbeumoning pozitsiyasi o'zgartirildi va bu United yutib turgan vaziyatda yomon ko'rinayotgani yo'q. Endi Kerrik qolishi kerakmi yoki yo'q? Bu savolga mavsum so'ngida javob bersak bo'ladi menimcha. Agar Manchester United kuchli uchlikka kiradigan bo'lsa, 3-o'rinda egallaydigan bo'lsa va Manchester United agar Bruno Fernandesni keyingi mavsumga ham jamoada olib qoladigan bo'lsa, Kerrik qolishi kerak. Kerrik qolsa arziydigan ish qilmoqda. Va bugun ko'rsatuvimiz o'z yakuniga yetmoqda. Sizlar bilan Pseudo Expert Food kanali bo'ldi. Bizning Telegram kanalimizga obuna bo'lib qo'yishingizni so'raymiz. Bizlarni kuzatayotgan barcha obunachilarimizga rahmat. YouTube kanalimizga ham obuna bo'lib qolishingizni so'raymiz.